Atigi 49 ming so'mga 30 kishilik shunaqa mazali bir lish chiqadigan shirinlik tayyorlab ko'rganmisiz? Ko'rinishidan naqd 500 milli shirinlikka o'xshaydi-ya, birgalikda tayyorlaymiz. Tuxum va shakarni oppoq massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Qatiq yoki kefir, semichka yog'i solamiz-da mikser qilib olamiz. Kakao razrixitelini sitadan o'tkazamiz. Keraklicha un solamiz. Masalliqlar miqdorini hammasini video ostida yozib qoldiraman. Tayyor bo'lgan xamirni teng 3 ga bo'lib olamiz. Birin-ketin 3 marta pishirib olamiz. Liskka qog'oz solib, ustidan xamirdan birinchisini tekislab chiqamizda 180 gradusda 10-15 daqiqa pishirib olamiz. Korjlar tayyor bo'lguncha krem tayyorlab olamiz. Sut, shakar, un va vanilin solib yaxshilab aralashtirib olamiz va gazga qo'yib quyilguncha aralashtiramiz. Quyilgan massaga sariyog' solib, sariyog' eriguncha aralashtiramiz. Krem tayyor bo'ldi. Boshqa idishga olib, ustini strech qog'oz bilan o'rab sovutishga qo'yamiz. Pishgan korjlarni chetlarini tekislab olamiz va tayyor bo'lgan kremni ham teng 3 ga bo'lib olamiz. Birin-ketin videoda ko'rsatilgandek qilib korjlarni ustiga kremlarni qo'yib chiqamiz. Ketidan chiqqan xamirlarni maydalab, chiroyli qilib shirinlikni bezatamiz. Shunaqa kam xarajatli bir lish chiqadigan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p foydali, kerakli retseptlarni topasiz. Ha aytgancha, ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.